Sağdaşlar yaxshimizlar? Biz oldin saatlik darslarimizda kompyuterning asosiy iqtidor ko'rsatkichi degandek mavzularni so'zlab o'tgandik. Bu saatlik darsimizda bo'lsa asosiy operatika qattiq detallar bilan tanishib chiqamiz. Asosiy operatika nima? Endi bizniki vissal kompyuterimizniki jishanshu sandiq shu. Shuning ichidagi asosiy operatorning ichidagi qattiq detallar. Endi buni qaraydigan bo'lsak, so'l tarafdagi resimga qaraydigan bo'lsak, markaziy bir taraf qilg'ich. Bu markaziy bir taraf qilg'ich. Üstünki veya astınki ko'rinishni ko'rsatib beribdi. Bu dal biz davatgan CPU shu, CPU. Cho'lichi markaziy bir taraf qilg'ich. Endi buni jubanga bu markaziy bir taraf qilg'ich, endi kompyuterning yuragi deb qaraladi. Mesela markaziy bir taraf qilg'ichniki sig'imbarligi kartes bo'ladi. Kartes, megakartes, gigakartes degan karatlar bo'ladi. Endi yana so'l taraf qaraydigan bo'lsak, ichki saqlag'ich. Ama ichki saqlag'ich yana biz deb o'tgan neysin shu, neysin shu. Bu neysinniki odatda ham shu butun ko'rinishi shunday bo'ladi. Neysinniki ammo eg'izi jubanga, ya'ni asos taxtiq chetiladi. Neysindan 2 tal yoki 4 talgacha ba'zi jubanlardan shunday holatda chetib ishlatgan bo'ladi. Bu neysin odatda 1G, 2G, 4G, 8G deb mesela 4 talgacha chiqadi. Yana qaraydigan bo'lsak, sirtqi uskunlar. Bu da qattiq detal sistemi tabi. Aparat qipi. Qaraydigan bo'lsak, asosiy aparat qipi. Bu asosiy aparat deganimiz biz yozib so'zlab o'tgan jishanshu. Yana kompyuterimiz sandiq shu asosiy aparat. Buning ichiga masalan, tok manbasi, so'lqich, asosiy taxta, neysun, CPU deganlar o'rnashgan bo'ladi. Hamma qaraydigan bo'lsak, ekran. Bu ekran deganimiz bizga barliq kompyuterda mashg'ulot qilish jarayonidagi barliq uchurlarni biz ko'rsatib berishga ishlatildi. Ya'ni bu ko'rsatish chiqarish uskunasi. Showchushirlik chiqarish uskunasi. Masalan, biz kompyuter kirgizib, bir taraf qilib bo'lgan sonliq ma'lumotlarni ekran orqali biz ko'rsatib berdi degan gap. Ana tok manbasi. Bu degan shu. Bu asosiy apparatning ichiga o'rnashtirilgan bu tok manbasi bo'lsa, biz odatda ishlatayotgan uylardagi 220 volt tokni boshqa kompyuter orqali juban yoki boshqa uskunlarga tashab avatib beradigan, yetkazib beradigan tok manbasi bo'ladi. Endi undan boshqa sovutg'ich. Bu sovutg'ich deganimiz CPUning ustiga o'rnashtirildi. Cho'lichi asos ma'lum. Markaziy bir taraf qilg'ichniki. Shu markaziy bir taraf qilg'ichning sovutish roli ekan. Hamda asos taxta. Bu asos taxta deganimiz biz davatgan juban shu, juban. Endi bu asos taxtaga endi biz kompyuterga chetib ishlatilgan barliq uskunlarniki shu sovutg'ich, tok manbasi, neysun, CPU degandek uskunlarni chetib ishlatamiz. Asos taxtaning ko'rinishi ham shu holat bo'ladi. Endi yangratqi. Bu yangratqi biz bayam so'zlab o'tgandek, shu cho'shi va tavatda chiqarish uskunasi. Bu kompyuterimizning ichidagi ovozlarni chiqarib berishga mas'ul. Mesela sistemin ovozi olsun, mayli quvvatdan chezib chiqargandagi ovoz olsun, hammasini chiqarib berdi. Endi qattiq diska. Bu yerdagi ko'tayinglarni ko'rsatib beribdi. Qattiq diska, yopiq diska. Bu qattiq diska deganimiz sirtqi saqlash uskunasi. Saqlag'ich, ya'ni sirtqi saqlag'ich. Endi saqlag'ich ikki xil bo'linadi. Ichki saqlag'ich va sirtqi saqlag'ich deb. Bu yerdagi qattiq diska dal sirtqi saqlag'ich deb. Endi undan boshqa ko'rsatish kartasi. Biz bayonimiz gapini qilayotgan shenka deganning o'zi dal ko'rsatish kartasi bo'ladi. Ham ko'rsatish kartasini roli ekran chetlab barliq uchurlarni ekranga yo'llab beradigan kartasi shu. Ko'rsatish kartasi bo'ladi. Hamda optik disk o'quvchi. Biz bu yerda olgan guanchu dal o'zi shu, optik disk o'quvchi. Bu yerga guanchu shu. Masalan, plastik o'qib beradigan disk o'quvchimiz. Endi undan boshqa kompyuter taxtasi va mouse. Bu kompyuter taxtasi bilan mouse kompyuter ishlatayotganlarga eng ko'p, eng yaqin holatdagi qattiq detal sistemamiz bo'lib hisoblanadi. Masalan, biz mashg'ulot qilgan chog'imizda bu kompyuter taxtasi va mousedan ayrila olmaymiz. Kompyuter taxtasi bilan mouse bu sho'roshi bertaba. Ya'ni kirgizish uskunasi. Endi qaraydigan bo'lsak, mikrofon. Bu mikrofonmi? Biz bayam deb o'tgandek kirgizish uskunasiga tabe bo'ladi. Mikrofon. Ya'ni biz bu sirtqi ovozlarni, o'zimizning ovozini mikrofon orqali kompyuterning ichiga kirgizamiz. Undan boshqa yangratqi uni chiqarib beradi. Yoki kompyuterning ichiga egilib qatirlashga lozim bo'ladi. Endi qaraydigan bo'lsak, asos taxtaning ko'rinishi va uskunlarning ulanish eg'izi.
Hem qaraydigan bo'lsak, biz bayon ko'rib o'tgandik asosda juban deb. Ham jubanniki ko'rinmay yuzeymiş holatda bo'ladi. Endi buniki uvunish eg'izi qanday bo'ldi deganda, biz miyat ko'rinib turgandan keyin bu eg'izi bu CPU, ya'ni markaziy bir taraf qilg'ich o'lindigan eg'izi shu. Miyaga markaziy bir taraf qilg'ich o'rnashtirildi. Endi undan boshqa miyaga markaziy bir taraf qilg'ich o'rnashtirildi. Endi qaraydigan bo'lsak, miyadagi ikki ko'k ma'lum qilgan miyaga neysun? Biz bayamda o'tgandek ichki saqlovchi buga o'rnashtirildi. Mavjudman ikki tal bor. Bu ikki talni biz ikki jilikdan ikkini selab 4 qilib ishlasakmi yoki 4 jilikdan ikkini selab 8 qilib ishlasakmi yoki 8 jilikdan ikkini selab 16 qilib ishlasakmi bo'ladi. Lekin bu yerga nesunniki hamda ikki nesun selab ishlatishni tavsiya qilmaymiz. Bu yerga mayli siz ikki nesun olganniki bular cho'ngroq nesuni birini elib 8 qilib yuvasda birini selab ishlasangiz yaxshiroq bo'ladi. Unda nima ish qiladi deganda, masalan ba'zi kompyuterlarniki lamping bo'lib qolgan holati bor, masalan ichiliblar, kompyuter ichilib kelib o'tib, yo'qsizlar lamping ko'k ekran bo'lib qolgan holati bor. Bu nima holat degan chog'imizda, bu nesun to'liq ishlab bo'lanmay, to'liq ishlayolmay, uchurlarni xotirlab saqlab bo'lanmay, kompyuter ichilib bo'lanmaydigan bunday hodisalar paydo bo'lib qoladi. Shundan ikki nesun ishlatishni tavsiya qilmaymiz. Endi bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, ko'rsatish kartasi chatigan o'rin. Ko'rsatish kartasi chatigan yig'iz, shenka chatigan yig'iz. Endi bu yerda yana biz boshqa uskunalar chetib ishlatilgan bo'lgan, shakl bo'lgan uchta yig'iz bor. Bunga biz mayli tor kartasi chasaq bo'ladi, televizor kartasi chasaq bo'ladi, uni yana boshqa kartlarni chetib ishlasak bo'ladi. Shunga orqali bu da kompyuterniki kengayish va yengillikchanligi, yuqorilishchanligi. Masalan, miyaga biz odatda shenka selib bilan ishlasak bo'lardi. Boshqa narsa yetishimizning hojati yo'q ekan, boshqa narsa chetib texnik miqdorni yuqori ko'tarib ishlatamiz deb qolsam, chetib yozib ishlasak bo'ladi. Buni yuqori ko'tara olamiz miqdorni degan gap. Endi bu tarafga rasmga qaraydigan bo'lsak, bu asosdagi ko'rinishdan keyin keyin tarafi, yon tarafi. Ya'ni bizningki shu asosiy apparatning keyinga to'g'ri keladi. Biz shu BIOSda mouse, jampan yoki mikrofonning sime, yingshaning sime degandeklarni BIOS yetib ishlatalaymiz. Endi qaraydigan bo'lsak, eng ustidagi ikki talva knopka, bir ko'k, bir yashil knopka. Buniki mouse altiga knopkaga nimaga jeko urish yig'izga biz jampan chatamiz. Ya'ni knopka taqsi chatamiz. Endi mouse urish bo'lsa, biz mouse chatamiz. Endi burunqi mouse jampanlar shunday holatda chiqdi, chatgan urish yig'izi. Endi hozirgi USB urish yig'izlik jampan yoki mouselarni miyatga qanday kompyuterning qanday o'rindagi bir USB yig'iz chasak normal ishlayveradi. Endi burun shu ikki yig'iz chizib ishlatadi, hamda hozirmi bormi shu ikki yig'iz? Lekin buningki mouse bilan knopka taqisniki urinish yig'izi ayirib o'tilgan. Buningki mouse-ni kompyuter mouse-ni knopka taqisning o'rniga, knopka taqisning mouse-ni o'rniga chetib qo'ysak ishlamaydi. Endi qaraydigan bo'lsak, miyatga to'rtal qora rangdagi USB yig'iz bor. Bu asosda qaraydigan bo'lsak, yana to'rtal ko'k rangdagi USB yig'iz bor. Bu ikkisi qanday farq bor deganda, bu ustiga qora rangdagi bo'lsa 2.0 lik USB yig'izi, ostiga 3.0 lik USB yig'izi. Endi uni yana qaraydigan bo'lsak, bu tor yig'izi, tor simi ulaydigan yig'iz. Kompyuterimizni to'g'ri chatgan chog'imizda mishay bo'lsa, ulab ishlasak bo'ladi. Endi miyadagi ma'lum kichik ulash yig'izlari bo'lsa, bizningki mikrofon yoki yingshan ovoz yanotqi chetib ulab ishlatgan yig'iz. Miyadagi kichik yig'iz bo'lsa, bu BIOSda nur kabeli ulab ishlatgan yig'iz. Asosdagi ko'rinishi va uskunalarni ulash yig'izlari shunchalik bo'ladi. Endi qaraydigan bo'lsak, ko'rsatish kartasining ko'rinishi va uskunalarning ulash yig'izlari. Endi ko'rsatish kartasi deganimiz biz bayam so'zlab o'tgandek shenka shu.
Hem de Şenkanın görünüşü şu halatı buludu. Lekin bu Şenkanın hammasi bunda holatda yaniki şekli o'xshash bo'lib ketmaydi. Endi bu Şenkanınki men qaraydigan bo'lsak, ama ustidagi ko'rinish ustida ko'ringan holati, hamda miyadagi hamda mashlik holatlari bu jubang chetildi. Ya'ni asosi taxtga chetildi. Hamda ma holatlariga bo'lsa miyaga biz kompyuter chatadigan, ekran chatadigan simlarni ulab ishlatamiz. Hamda bu dal shu keyingi holati ham miyadagi ko'rinmaydi, dal mana shu. Endi bu yerdagi hamda qaraydigan bo'lsak, ko'p ishlatadigan 4 ulanish eg'izini ko'rsatib beribdi. Bunun birincisi DVI eg'izi. Bu Gaoqingqian deb qo'yamiz. Mana bu yuqori suyuqlikka ulash sim bilan ulash eg'izi hisoblanadi. Endi mana bu VGA. VGA eg'izi bo'lsa, bu an'anaviy ulash eg'izi. Biz burun tatmish eg'izini ishlatib kelyapti. Ba'zi kompyuterlarda ham shu VGA eg'izidan boshqa eg'iz bo'lmaydigan mana avvalda. Ba'zi ekranlarda ham shundan boshqa eg'iz yo'q degandek bunda avvalda uchrab turdi. Chunki bu biz burundan tatmish ishlab kelayotgan bo'lg'achqa, shu burun ishlab chiqargan ekran bo'lsa yoki burun ishlab chiqargan kompyuterlar bo'lsa, shu VGA eg'iz bo'ldi. Bunda ba'zi televizorlarning orqasida ham shu VGA eg'izi bor. Masalan, shu televizorlarni kompyuterga ishlatalaymiz degan gap. Hamda HDMI. Bu HDMI degani USB'ga o'xshab ketadigan bir eg'iz. Buninki hamda suylik yetkizish nisbatan yuqori, suyuk holatdagi uchurlarni yetkazib beradi. Hamda undan boshqa bu USB'ga o'xshash boshqa uchurlarni bevosita yetkazib beradi. Hamda undan boshqa DPI. Bu hamda alayda yuqori suyuklikdagi uchurlarni yetkazib berishga ishlatiladi.